Hozirda eng yaxshisi bo'ladi-da. Xo'p, mayli. Birorta foydalanuvchida demak parol buzish. Avval ichkari VirtualBox sistemaga parol qo'yib olaylik foydalanuvchiga. Hayron bo'lmanglar, bu sizini yuklab qo'yganman bu yerda. Endi o'zimiz sistemamiz bo'yicha qilamiz. Parol yo'q hozir mana. Adminga endi parol qo'yaman. Böyle geçmesin. Kompüteri o'chiraman. Hop. Tushunasizlar sizlar? VirtualBox'da. Mana bu joyda nasitchilik bo'limidami? Bu chizig'ini yuklab olganman. Buni darsdan keyin tashlab olishinglar mumkin. Yuklab olganman. Ishga tushiraman. Demak, chizig'im orqali bu CD'ni soldim, ishlayapti. Shunday tasavvur qilamiz. Bu programmaga do'st degan punkt turibdi-ku. Shunga kiramiz. Qo'qsu bu holatlarda undan oldin .NET degan asar asosida dani tanlayverasizlar. Mana unda qo'yina chiqqanda paroli reyestr degan qismi turibdi. Bu CD'ning tarkibi endi. Qolganlari o'ziga yarasha punktlar. Razbika diskov o'tgan sizlar bilan Acronis disk direktor ko'rganmiz. Disklar bo'ladigan, rezervni kopирование sistemani obrazini oladi, Acronis tur image, восстановление tiklaydigan qismi, testi, qurilmalar testi ko'ra, jo'ski diski, qattiq disklar bilan ishlaydiganlar, fayl menejerlar, shular. Xullas, bizga keragi hozir paroli reyestr. Active password changer turibdi. Ko'rdinglarmi? Qolganlari ham hammasi o'sha parol buzishga yoki aylanib o'tishga xizmat qiladi. Bizga eng qulayi shu. Active password changer. Shuni tanlaymiz, enter deb bosamiz. Standartni da qilaveramiz. Nima bo'lsa ham. Birinchida choose logical drive deb turibdi. Ko'rdinglarmi? Mantiqiy diskni tanlash. Mantiqiy disk. Ya'ni bu yerda tushunishimiz kerak, tushunasizlar, mantiqiy fizik degan narsani. Bizda odatda bitta Winchester bo'ladi, disk bitta bo'ladi. Mantiqiy jihatdan uni bir necha bo'laklarga bo'lib tashlaganmiz. O'shani tanlash deyapti. Ya'ni sistema joylashgan mantiqiy diskni tanlash. Birini tanlaymiz. Bizda hozirgi holatimizda faqat bitta mantiqiy disk. Hajmi 800 megabayt, 8 gigabayt turibdi. Ko'rdinglarmi? Davom etish uchun continue tanla deyapti. Agar bir nechta bo'lganda edi, o'sha yerda tanlov chiqardi. O'sha disklar qatoridan keyin o'sha narsani yozishimiz kerak. Hozir enter deb bosaveramiz. Bu holatda bizga foydalanuvchi parollari saqlanadigan faylni yo'lini ko'rsatyapti. Demak, shu yerda saqlanar ekan, sam faylning ichida. Davom etish uchun enterni bosamiz yana. Bu foydalanuvchilarimiz ro'yxati. Ko'rganmidinglar? Admin bilan user turibdi pastda. E'tibor berganmisizlar. Hozir biz adminga parol qo'ydik. O'shaning uchun uni qiymati tartib nomeri 0 da turibdi ekan. Pastga your choice degan joyga o'sha 0 qiymatni yozishimiz kerak. Ko'rdinglarmi? Enterni bosamiz davom etish uchun. Va pastda qarasanglar clear this user's password deyapti. Ushbu foydalanuvchini parolni olib tashlash degani. Agar shu shartga rozi bo'lsangiz, yana bosasiz, yes. Bo'ldi. Ish bajarildi. Endi glavniy menyuga chiqish uchun escape deb bosib ketaveramiz. Escape. Qaytadan perdaksiya berib o'tirmadim. Diskdan yuklaymiz yana. Endi hozir ko'ramiz. Hozir parol so'ramasdan plastikga berish. Ko'rdinglarmi? Surish oldish disk ichidagi biror papkani ochishim mumkin. Papkan? Qanaqa papkan? Bu admin paroli diskda turmaydi. Odatda o'sha sam fayl ichida turadi. C Windows sistem 32 config ichida bu administrator parolini buzadi. Boshqa narsa bilan chalg'itmaydi. Paroldan chiqib qolgan holatdanmi? Hali siz birorta kompyuterga o'g'irlik qilib. Nima bo'ldi keyin? Bo'lmadi?